Rasmda ko'rib turgan holatingiz bu meni semirib ketgan, ya'ni do'q holatim. Bu esa semizlikdan ozg'inlikkacha bo'lgan bosqichdagi holatim. Bu holatga kelishim uchun menga faqatgina to'g'ri ovqatlanish yordam berdi. To'g'ri, hammaga o'xshab har xil usullardan, har xil ozdiruvchi yo'llardan foydalanib ko'rganman, даже tabletkani ichib ko'rib mazam qochib qolgan qizga buni hech kimga tavsiya qilmayman. Men dietolog Boyxo'jayeva 6 yillik tajribaga egaman va shu tajribam davomida 2 marta semirib ozganman. Sababi tug'ruqdan keyingi semizlik. Va buni yo'qotish uchun men har xil yo'llarga kirganman, ya'ni har xil dietalarni qo'llab ko'rganman. Juda ham qiyin bo'lgan, qaynatilgan narsalarni iste'mol qilib, tanamni qiynab, to'xtatgandan keyin yana 2 barobar semirib ketishni boshlaganman. Bilmaganmanki, men to'g'ri ovqatlanish orqali juda ham yaxshi natija olish, ya'ni ovqat yeb turib ham, xamir ovqatlarni tashlamasdan turib, shirinliklardan voz kechmasdan turib ham bunaqa yaxshi natijaga erishish kerakligini men bilmaganman. Va to'g'ri ovqatlanish kursiga 2009-yilda qo'shilib ozishni boshlaganimdan keyin fikrim umuman o'zgargan, ya'ni 200% ga o'zgargan. To'g'ri ovqatlanish orqali mana bu holatdan, ko'rib turgan holatingizdan bu holatga o'tganman. Bu men uchun juda ham bir muvaffaqiyatli yutuq bo'lgan va o'sha joyidayoq men o'qishga qiziqib boshlaganman. Undan oldin to'ydan oldin boshlaganman o'qishlarni, lekin shogird tushib yurib men unda tashlab qo'yganman, to'y bo'lib ketgan. Va keyin yana davom ettirganman. O'qishni davom ettirdim va har bitta semirib ozgan vaqtimda har bitta dieta turini o'zim ustimda sinadim va bu dieta to'g'ri ovqatlanishlar menga juda ham foyda olib keldi. Yuzlarim juda ham tinuvlashib ketdi, ozdim. Ko'pchilik bilasiz, semirib ketsa hamma qarindoshlar semirib ketibsan deydi. Ozib ketsa juda ham ozib ketibsan deydi. Hozir bu gaplarga o'rganib qolganman. O'sha do'mba holatingiz yaxshiligini deb vazirlar aytadi, yo'q qizlar, hech kimga gapiga quloq solish kerak emas, faqatgina olg'a yurish kerak. Maslahatim sizlarga ertalab va obedda kaloriyasi qanaqa bo'lsa ham ovqat yesangiz, kechga borib yengil mahsulotlar tanlashni o'rganinglar. Albatta, bu narsalarni qanaqa qilib ozganlarim, qaysi menyularimdan foydalanganlarimni bilmoqchi bo'lsanglar, hoziroq menga obuna bo'lib, marafonlarimda ishtirok etib, o'zingizlar ham xuddi menga o'xshash natijalarni olishingiz mumkin. Bundan ko'proq ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsanglar, kanalimga hoziroq obuna bo'lib olinglar.